Diqqat, shoshilinch xabar! O'zmeteorologiya markazi 21, 22, 23 oktyabr kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, yurtimiz bo'ylab kunduz kuni 22 gradusdan 26 gradusgacha issiq bo'lishi prognoz qilinmoqda. Kechalari esa, ya'ni tunda 9 gradusdan 13 gradusgacha issiq bo'lishi aytildi. Mamlakatimiz bo'ylab sovuq havo kirib kelmaydi. Doimgidek issiq havo massasi saqlanib qoladi. Shamol sekundiga 10 metr/sekund tezlik bilan esadi. Yurtimizning ba'zi joylari, tog' va tog' oldi hududlarida ba'zida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, sog', omon bo'ling. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.